Xo'sh o'rtoqlar, bu yangi gruppa. Buni hozir TikTok, Telegram, Telegramdan TikTok, Instagram, YouTube'larga qo'yaman. Xo'sh, bu videoda hozir yangi Telegramim haqida, ochilganim haqida gapiramiz. Silkasini ko'rsataman sizlarga. И Work sudimiz bo'yicha ikkita yangilik. Bittasida mana biza nimani oldik? Birinchi biz bitta keysda отказ keldi. Buni atkazni sababini aytaman. Yana bitta keys mana bugun keldi. Bu bunga nima bo'ldi? Tasdiqlandi. Birinchi hozir отказ dan nima qilaylik? Откazdan boshlaylik, nimaga отказ kelganini. Bu Work sudimizda 15 ta odam qatnashgan. Mana shu ikkitasi uje javobi keldi. Workni yuborganimizga, Work sudini topshirganimizga yo 2 hafta yo 2 haftadan Work sudimizni yuborganimizda yo 2 hafta, yo 2 haftadan sal ko'p bo'lyapti. Mana uje rezultatlar sekin-sekin bo'lyapti. O'zi odatda sudga topshirganingizdan keyin, a, AIS bo'ladimi, immigratsiya sudga topshirganingizdan keyin ularni 60 kun vaqti bor. Unda hozir buni 60 kun ichida bular keysni ko'radi, qani xatosi bormi, yo'qmi, xatosi bo'lmasa odatda yopadi. Yopadi-yu, belgilaydi. Endi tasdiqlaydi-yu, Work'ni beradi. Xatosi bo'lsa, uni albatta отказni beradi. Mana o'zi bizada mana shu ikkita уже ssenariy bor. Chunki bular harakat qiladi shu 60 kunning ichida yo отказ berishga, yo berishga. Shunaqa holatlar bo'ladi, 50 ga 50. Bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladigan momentlar bo'ladi-da. Bironta dokument yetishmaydimi? Bunaqada bular nima qiladi? Уже bizani prokuror, advokatimiz bilan kelishadi. Bunga bera olaman, bunga bera olmayman, u deb. Maqsad sudni qilmaslik. Xo'p, endi hozir xo'sh, endi hozir worklar bo'yicha gapiraylik. Xo'sh, birinchi workimiz отказ kelgan work. Nimaga отказ kelgan work? Birinchidan bu workni qachon? 24-yil, 23-dekabrmi, 15 nechinchi dekabrga topshirgan, 24-yil. Shundan beri work'i yo'q, kelmagan. Undan keyin yana 25-yil ham bitta work topshirgan. Xo'sh, keyin mana bizga keldi, sudga berdik. Aytmoqchiman, bu uje ikkinchi sudimiz, work sudimiz. Birinchi sudimizda 100% hamma nimani oldi, work'ni oldi. Mana bu uje ikkinchi sudimiz. Xo'sh, bu bola endi 24-yil dekabrga work'ini yuborgan, hali javobi yo'q. Mana endi hozir sudga berganimizdan keyin uje bular tekshiryapti hammasini. Qani qoida-qonun bilan topshirganmi, yo'qmi, xatosi bormi, yo'qmi deb immigratsiya xatosini topdi. Xatosi nimada? Chunki bu bola 24-yil, masterga borganda advokati masterga borganda bunga nima bo'lgan? Sudya aytganki, "Bo'ldi, sani katta sudingni qo'yamiz" degan. 2 yildan keyin shu bilan sud tamom bo'lgan. Xo'sh, katta sudni qo'yamiz dedimi, masalan, workni kuni to'xtamaydi. Bu masalan, masterdan oldin bir 84 kun oldin workni topshirgan. U sanab kelinyapti. Sudya bo'ldi, biz katta sudni qo'yamiz dedimi, kunlar sanab ketaveradi. 85, 86 deb. Bizga kelgan payti, sudga beringlar deb kelgan payti uje uni workini topshirganiga 360 mi necha kun bo'lgandi. Ancha kun bo'lgandi. Endi hozir qarasak, 360 mi necha kun bo'lgan sana 84 bo'lgan. Nimaga 84 bo'lgan deb tekshirdim. Bu bilan ham gapirdim, bu bolani bilan hammasini gapirib, keyin bildimki, demak, u masterda, u 24-yil sentyabrda borganda nima bo'lgan? Sudya endi nimani qo'yaman deb, individualni qo'yaman deb og'zaga aytgan. Endi bularni gapi bo'yicha. Endi bunaqa aytganmi, aytmaganmi Xudo biladi. Keyin lekin biron katta sud qo'yilmagan. Ana endi hozir bu bolani masteri boshqatdan qo'yildi. Master boshqatdan qo'yildimi, demak, birinchi masterda advokat vaqt so'ragan bo'ladi, yo biron narsa bo'lgan bo'ladi-da. Advokatni xatosimi, hech qilib yo bu bolani nimasimi? Nimaki bo'lmasa ham, endi master boshqatdan bo'lyapti. Qo'ygan bu bolani masterini, endi u birinchi 24-yildagi masterga borgan kunidan boshlab buni workini kunini sanashni to'xtatyapti. Endi hozir qarasak 84. Mana shuni asosida endi hali xat kelgani yo'q, lekin men tekshirganim bo'yicha shuni asosida отказ keladi deb o'ylayman. Отказ shuning uchun mana hozir kelgan ko'rdik. Bu отказ bo'yicha. Xo'sh, endi
Ikkinchi mana workimiz, mana bu ham 24-yil, u ham dekabrda yuborgan. Mana bunga ham qancha bo'ldi o'zi? 1 yildan oshdimi? A, 1 o'zi 1 yilga yaqin bo'lyapti topshirganiga. Bu bola Sich C14 orqali oladi. Buni qanday oldik? Buni Siji tasdiqlandi. Tasdiqlagandan keyin deferred action, deportatsiya qilinmasin, kechiktirilsin degan qog'oz beradi. Shu asosida C14 workka topshirsa bo'ladi. Bu C14larni Tramp 6-iyundan to'xtatdi. Bu bizani buni biza workini bu C14 biza 24-yil. Shuning uchun Trampni 6-iyunda chiqargan nimasi, qoidalari bunga nima emas. Bunga taalluqli emas, lekin shuni asosiga ko'rib bu bolaga bermayotganda, bundan oldin ham bermayotgan edi. Bermayotgandi. Mana shuncha, mana qariyb 1 yil. Xo'sh, bunga biz nima qildik? Birinchi bu o'zi bola birinchi sudimizda ishtirokchisi. U sudda 12 kishi ishtirok qilayotgan bo'lsa, shundan ikkitasini nima qilmagan edi. Ikkitasiga bermagandi, qolgan edi. Shu ikkita odam sich. Boshqa hamma 589. Mana bu ikkita sich 21 yoshlik programma. Shu ikkitasi qolgan edi. Mana endi o'zi katta sudda, ikkinchi sudda berdik. Ikkinchi sudga mana shu bolalarni bepul qo'shdik. Bepul qo'shdik. Shu sudga berganimizdan keyin u sich bola ham workini oldi. Mana endi hozir bu ham oldi. Ikkinchisi bo'ldi. Agar sudga bermasak, bular omardi. Sich orqali work omardi. Shuning uchun mana shunaqa o'rtoqlar. Ana endi Xudo xolasa, mana uje rezultat boshlandi, ular ishlashni boshladi. To'g'rimi? Hali 1 oy bo'lmasdan turib. Lekin hali bularni 1 oy, 1 oydan ko'p. Ular deganim immigratsiyani tekshirib har bitta keysda qani xatosi bormi, yo'qmi ishlash bo'lib, oltmish kunda bo'lgan yaqin kelganda bizaga aloqa chiqishi kerak. Ili bizda advokatimiz bundan oldin aloqa chiqadi-yu, nima qilamiz? Sudlashamizmi, yo'qmi deb. Ishqilibcha mana shu o'rtoqlar birinchi sudimiz bo'yicha endi 100% hamma workni oldi. Ikkinchi mana sudimiz bo'yicha boshladik. Lekin bunda ikkinchi sudimizda hozir endi shunday qilib 3 ta odam work oldi, bitta отказ. Xo'sh, endi o'zi gruppamni izlash bo'yicha nima qilaylik? Shu Telegramga kirasizlar. Hali Utkur deb yozilgan, chiziqcha pastda, keyin bloger, a, chiziqcha pastda USA deb yozsangiz, uje mani gruppam chiqadi. Bemalol a'zo bo'lsangiz ko'ramiz. Endi ko'ramiz, bu gruppani hayoti qancha bo'ladi. Bu endi 3-gruppa bo'lyapti. Ko'ramiz. Qani hozir sal ehtiyotliklarni ko'rdik. Ko'ramiz qani. Hozir ko'ramiz. Buni ham agar yopilsa, keyin уже boshqacha yo'l tutib o'tamiz. Hozircha mana shu. O'rtoqlar, gruppaga a'zo bo'linglar. Hamma yangiliklarni shu yerda bilasizlar ko'proq. Savol-javob ham, live ham shu gruppada bo'ladi.